Assalomu alaykum. Yana bir bor bizni hurmatli YouTube kuzatuvchi do'stlarimiz, ta'limga, tarbiyaga befarq bo'lmagan ota-onalarimiz. Bugungi chiqishimiz, ya'ni videomizni maqsadi shundan iboratki, biz har oyda o'quvchilarga misol uchun bir oyning ichida ma'lum bir o'sha kitobdagi mavzular bo'yicha bilimlarni berib boramiz. Hamda shu bir oyda shu olingan bilimlarni yuzasidan biz har oyda yakuniga ko'ra test sinovlar o'tkazamiz. Ya'ni o'sha 4 ta asosiy fan bo'yicha ingliz tili, rus tili, естественный nauk hamda ingliz tili bo'yicha 4 ta fan bo'yicha har bittasidan 25 tadan savoldan iborat 100 dona test tuzamiz. O'sha oylik test bo'yicha. Shularni o'quvchilardan olamiz va shu natijalarga ko'ra bolalarni biz egallagan bilimlaridagi bo'shliqlarni aniqlaymiz. Maqsadimiz shundan iborat. Misol uchun o'sha bola qaysidir fandan, qaysidir mavzudan o'zlashtirishda ozroq testlar deyishdi va biz buni sinchiklab o'rganib chiqamizda, shundan olingan bilimlardagi bo'shliqlar bo'yicha abetdan keyingi to'garaklarda yoki o'sha o'qituvchilar bilan bo'sh vaqtida xuddi o'sha bo'shliqni to'ldirish bo'yicha o'qituvchilarga alohida topshiriq berib, shu bo'yicha ishlaymiz. Bugungi aytmoqchi bo'lgan gapimiz ham xuddi shu, ya'ni o'sha bu test sinovlarda biz shunday narsa qilamiz, ya'ni o'sha bolalarga, o'quvchilarga bir qiziqish, motivatsiya bo'lishligi uchun 100 balldan 100 ball to'plagan o'quvchilarga ota-onalar uchun bir oylik to'lovlarimizdan 10% chegirma ajratib beramiz. Hamda bu yerda o'sha o'quvchini nima deydi, haligi rag'batlantirish maqsadida bu narsalar qilingan ishlarimiz. Hamda ya'ni o'sha o'quvchini rag'batlantirish uchun, ya'ni o'sha kitob, daftar, shunga o'xshagan yana o'quv qurollardan shu o'quvchimizga ozgina sovg'a sifatida, rag'batlantirish sifatida ajratamiz. Va barcha o'quvchilarimizni, ya'ni o'sha nechta bizdagi o'quvchilar soni mavjud bo'lsa, o'sha bari o'quvchilarda reyting aniqlanadi. Ya'ni o'sha birdan bizda 220 ta bola o'qisa, birdan 220 tagacha bolani o'rni aniq bo'ladi va shu o'rinlar bo'yicha har oyda ota-onaga ham imkoniyat paydo bo'ladi. Ya'ni o'sha o'quvchini farzandini o'zlashtirish darajasini aniqlanib, nima deydi, kuzatib, nazorat qilib borish, bu oydagi bilimlariga ko'ra o'sdimi yoki pastga tushdimi, o'rinlaridan xuddi shundaqa bir holat mavjud bo'ladi. Va undan ham tashqari bizda yana bitta narsani joriy qilganmiz. Ya'ni biz sinflar kesimida, ya'ni o'sha o'quvchilarni, misol bizda 11 ta sinf mavjud. O'sha 11 ta sinf bo'yicha birinchi sinflardan biz olmaymiz. Birinchi sinflarimiz hali bunga tayyor emas. Ikkinchi sinflarimizdan boshlaymiz. Har bitta sinf kesimida reytinglari chiqadi. Va eng yuqori reytingda turadigan sinfimizga, o'qituvchisiga bir oyga biz alohida pul mukofoti va'da qilganmiz, o'sha premiya sifatida. Bu narsa ham o'qituvchilarni yana ham bir shijoat bilan ishlash uchun bir yaxshi bir motivatsiya bo'lyapti. O'ylaymanki, bu tajribalarimiz shu maktabimiz rivojlanishiga, shu Lider Quvadagi maktabni kelajakdagi rivojlanishiga, shu Quvadan kuchli, yaxshi vatanimizga ravnaqi uchun hissa qo'shadigan yaxshi lider yoshlarda yetirilib chiqishiga bir yaxshi sababchi bo'ladigan umiddamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Har doimgi aytadigan gapimiz, agar bizni videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, sizlarga qandaydir bir qiziqish uyg'otayotgan bo'lsak, bitta chiroyli like tugmachasini bosib qo'yasizlar. Hamda hali ham bizni obuna bo'lmasdan kuzatayotgan bo'lsanglar, bitta obuna bo'lib qo'ysanglar. Chunki biz qancha obunachimiz ko'paysa, bizni kuzatayotgan, bizga fikr bildirayotganlar ko'paysa, biz shundan motivatsiya olib, yana ham bir ta'limda yangiliklar qilishda shijoatimiz ortib, bir katta hissa qo'shamiz degan umiddamiz. Shuning uchun sizlardan iltimos, bitta chiroyli like tugmachasi bilan a'zo bo'lib qo'yishni unutmaysizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana liderlar maktabida ko'rishguncha o'zlaringni ehtiyot qilinglar. 4-sinfda
eng namunali sinfni ustozi hamda o'quvchilari. Bugun yana oylik test sinov natijalarimizga ko'ra sizlarning sinflaringga kirdik. Nizomiddinov Mardonbek. Bu oyda ham bizning maktabimizning namunali o'quvchisi sifatida ya'ni voucher taqdimotiga, ya'ni voucherni taqdim qilyapmiz. Hamda o'quv jarayonlarida foydalanish uchun o'quv qurollarini taqdim qilamiz. Mardonbek, siz ota-onangizga rahmat. Shunday bir yaxshi qilib sizga tarbiya berayotgan ustoz, sizga rahmat. Shunday zo'r qilib bolalarga bilim berayotganlaring uchun. Iloyim, bu sinfdan mart oyida 2 ta, 3 ta, yana bir 4 ta nomzod chiqib, biz voucherni qancha ko'p bersak, biz shuncha xursand bo'lamiz. Sababi o'quvchilarimiz shuncha yaxshi o'zlashtirayotganini bilinib turgan bo'ladi. Sizlardan ham so'raymiz, yaxshiroq harakat qilib, Mardonbekka tezroq yetib olishlaring. Kelishdikmi? Ustoz, sizga ham rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli 4-B sinfda o'quvchilari. Bugun sizlar sinflaringga kelishdan maqsadimiz, xabarlaring bor. Har oyda nima o'tkazamiz biz? Har oyda oylik test sinovlari o'tkazamiz. Bu test sinovlarda bir oy ichida sizlarga berilgan bilimlarni jamlab, shularning ichidan saralab savollarni olib, sizlarning bilimlaringni aniqlaymiz. Shunda eng yuqori ball to'plagan, ya'ni 100% dan 100% natija ko'rsatgan o'quvchilarimizni biz ota-onalariga har oylik to'lovda, ya'ni 10% dan voucher beramiz. Ya'ni kam to'lash uchun 10% chegirma qilib beramiz. Bu oyda, ya'ni o'sha fevral oylik natijalarimiz chiqdi. Natijalarimizga ko'ra sizlarning sinflaringdagi Abdumutallif Hojiakbar. Keling. Abdumutallif Hojiakbar 100% dan 100% natija, ya'ni barcha qaysi fanlardan bo'lardi? Matematika, ingliz tili, естественный nauk hamda rus tili 4 ta fan bo'yicha barcha berilgan 100 ta savoldan 100% javob berganligi uchun mana Hojiakbarga bir oylik voucher, ya'ni ota-onasiga voucher hamda o'quv jarayonlarida foydalanish uchun o'quv qurollarini qo'shimcha ravishda taqdim qilamiz. O'ylaymizki, bu holatda bu sinfdagi barcha o'quvchilar shunday natijaga erishishga harakat qilamiz, erishishga harakat qilib, natijalardan yana ham zavqlanib, ruhlanib, zo'r natijalarni ko'rsatib, keyingi, ya'ni mart oyida bu sinfdan 3 tadan yoki 4 tadan eng kamida o'quvchiga 100% lik natijaga erishganligi uchun voucher berishni biz xohlaymiz. Kelishdikmi? Qani endi hammamiz bitta Hojiakbarni olqishlab qo'yamiz, Ota-onangga rahmat, sog' bo'ling.